25-mart 2025-yil. Uzumlarimiz holatini ko'ramiz. Mana kechagi yomg'irdan keyin uzumlarimizning holati. Mana ancha chiqib qolgan. Ko'rishingiz ham mumkin. Mana shu solgan. 1 yillik ko'chat, o'tgan yili 1 yillik ko'chat ekilgan. Bu yil mana sop turibdi. Mana bunisini ham ko'rishingiz mumkin mana. Hosil bilan chiqyapti. Ko'z tegmasin. Mana bunisida ham hosil bor. Mana. Har bitta boshida hosil bor, ko'z tegmasin. Subhanalloh. Shunaqa holatda bizni uzumlarimiz bugungi kunga bu uzumimizni biz atvodka qilamiz, o'zbekchasiga parg'ama. Asosiy tomiri bu yoqda. Undan chiqqan ikkita shoxni o'tgan yili chiqqan ikkita shoxni bittasini bu yoqqa ko'mganmiz. Qishda ko'mish uchun, yengil bo'lishi uchun bu yoqqa bitta shoxi ko'milgan. Ikkinchi shoxi esa bu yoqqa ko'milgan. Bu yoqqa ko'milib, mana bu yoqdan chiqarib, bu yoqqa shpaleraga bog'langan. Mana bu yoqda alvikamiz o'sib turibdi. Alvikamiz ham solgan. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana bunisi alvikamiz. Ko'rib turganingizdek, bu ham mana hosili bilan chiqib kelyapti. Mana uchta qizarib, mana hosili. Bu mana o'tgan yili stakanchadagi niholcha ekilib, mana bu yil mana Xudo xolisa nishona hosilni beradi. Bu alvika. 1 yillik avatarni holati qanaqa deb qiziqayotgan bo'lsangiz, mana o'tgan yili stakanchadagi niholimiz bu yilga mana nishona hosili bilan Xudo xohlasa. Bu avatar. Stakanchadagi niholdan bemalol kelasi yiliga nishona hosil olishingiz mumkin. Mana bunisi ham ko'rib turganingizdek hosili bor. O'tgan yili ekilgan. Bo'yi 3 metr. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.